Alo. Assalomu alaykum, Nodir aka, yaxshimisiz? Ha, jonim, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nodir aka, mabodo kartamga 400 dollar tashib bera olmaysizmi? Kerak bo'layotdi. Hop, tinchlikmi? Nima kerak bo'lib qoldi pul? Ha, Sitsimolda ustimga kiyim olyotdim. Ha. Kartani tashib olmasang, yoz tashab qo'yaman. Xo'p, rahmat kattakon, ehtiyot bo'ling. Bo'pti, xo'p. Kechqurun oldinga o'taman, chiroyli bo'lib tayyorlanib turganman. Xo'p, kutaman. O'zimni erim bo'lganda hayotda olib bermasdi bu narsani. Yaxshi ham ajrashgan ekanman. Nima qilib yuribman, o'rta. Qo'ymaysan. Erimmi? Hozir bo'playman. Ha, tinchlik. Yaxshimisiz? Hali ham shunaqa peshqom ko'chalarda yuribsizmi? Sen 3 yilda erisha olmagan baxtimga 1 yilda erishdim. O'zingizda qalay hayot? Uylangan ayolingiz o'zingiz xohlaganingizchalik itoatli, sabrli ekanmi? Har bir ishi xayri bor. Sen ketganingdan keyin sharoitim ham yaxshi bo'ldi. Qarzlarimdan ham qutulib ketdim. Hayotim oldingidan ancha yaxshi. Yangi uylangan ayolim esa baraka topsin. Ancha yaxshi. Soliha, sabr nimaligini biladi. 5 vaqt ibodatda. Eng muhimi, meni yaxshi inson bo'lib, yaxshi bo'lib ketishimga ishonadi. Xudo xolasa tez orada farzandli bo'lamiz. Men sendan topolmagan baxtni undan topaman. Sen bera olmagan baxtni u ayol beryapti. Men u bilan sakinatda huzur halovatni his qilaman. Tabriklayman. Yangi mashina olganing bilan o'zing xohlagan shu zo'r hayotda yashayotganing bilan. Mayli charchama, men uyga boray. Uyda ayolim kutib qoldi meni. Pas. Yana ko'tarmayapti telefonini. Voy. Alo? Alo. Nodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ne telefoningizni ko'tarmaysiz, Nodir aka? Bir haftadan beri telefon qilaman. Yo'q bo'lib ketdingiz. Ha, chetga chiqib ketdim ishlar bilan. Tinchlikmi, nima deysan? Amandan xabar ham olmayapsiz, kelmayapsiz, telefon qilsam ko'tarmayapsiz ham. Ishdaman deyapman-ku. Qachon kelasiz meni oldimga? Bir ikkita muammolarim bor, o'shalarni hal qilib olay, keyin o'taman. Menga pul kerak bo'lyapti. Pulim umuman yo'q. Kartamga pul tashlab yuboring. Pul hozir hammaga kerak bo'lyapti. O'zimni ham yo'lligi uchun yuribman. Xullas, keyinroq telefon qo'raman, bitta joydaman men. Gaplashamiz, bo'pti. Qo'yib qo'ydi.